O'zimizcha biz ham kechasi va KFC yeylik deb biz Andijon kelibmiz. Oxiri bilasizmi qayerga kelib qoldik? Mashinalardami? Yo'q, birovlarning mashinasini olganim yo'q. Dokument nima qilmading? Mana hujjatsiz. Hujjatimizda necha muammo bor ekan. Mashinamizni olib kelib qo'ydik. Kechasi qolib ketdik endi Andijon shaharda. Doim hujjat bilan yuringlar. Yaxshilikka bo'ladi. Mana bu kishim. Hal qildingizmi ishni? Ha, oz qoldi. Malades. O'qiyapman xolos. Ha, davrasimiz yo'q ekan. Sovutamiz ham tugab qopti. Olib kelib qo'ydim mashinamizni. Sekin endi piyoda ketyapti Sharxongacha. Legendarniy. Tozasi deb maqtamayman, puliga yarashasi. Ota esimdan chiqib qoldi. Chex. Kesimi kalamushdek keladi. Har qalay standartlardan ko'ra yiriroq. Bular hozircha 6 ta sotuvga chiqdi. Har yoqda 25 bar qushim bor yana. Assalomu bular sotib olsak, keyingilarga navbat qilamiz. Xudo xolasa qafaslari bilan billa. Narx-navolar bilan tushuntirib o'taman. Malla o'yla, spingelga ham tortyapti, menga ham spingelda berishgan. Qafasi, gnezdosi, yangi suv idishi 300 ming so'm. Chex 300 ming so'm. Radujniy qafasi, suv idishi, gnezdolari 400 ming so'm. Mramor, ikkita bolasi bor, bitta tuxumi bor. Bular 500 ming so'm qafasi bilan, gnezdosi bilan billa. Yashil, 4 ta tuxumi bor. Kesimi juda katta. 400 ming so'm. Mana legendarniy mramor spingellarimiz. Bular tuxum qo'ygani yo'q hali. Qafasi, gnezdosi, suv idishi 400 ming so'm. Mana qushlarimiz, xudo xolasa. Pokiza narsa tekshirildi hammasi. Bu tuxumini bosyapti, bolasini yegizdiryapti. Bu ham tuxumini bosyapti. Turib ketgani yo'q. Bunga xudo xolasa o'zim garantiya beraman. Mana buni ichamiz. Bunaqadan ikkita, bittasi mana ochilgan, bittasi yangi, salafani ham ochilmagan. Bu 100 ming so'm, ochilmagan 150 ming so'm. Ikkovini birdan olaman desiz 200 ming so'm. Planeta bo'yicha dastlabki qilib beraman hammasini, xudo xolasa. Pulini kelishib olsak bo'ldi. Nomer qoldirib qo'yaman, bemalol telefon qilaveringlar. Aka, salomat bo'linglar. Bu 3-ku. Katta kelyapti. Katta eshikamiz. Har bir oila a'zoga rang yozamiz va ismini yozamiz. Oila a'zoni birlashtiruvchi o'yin deydi ekan buni. Assalomu alaykum aya. Salomatmi, saatlaringiz qutlug' bo'lsin aya. Hammalaringizga hayit muborak bo'lsin. Tamam şöyle. Kakras kerakli, eng kerakli narsani oldim mana. Hayit muborak bo'lsin. Menga ayoq sho'da. Meni ham ol. Menga bu kartochka olib beradi. Menga sariq. Nima u? Nima u? Shuncha seni organizatordan ichida hamma narsasi. Ko'pimizni aldab qo'yib kerak. Ularga ham berishdimi? Yaxshi. Chayon. Avtini qarang. Smeshga tushgan ekan. Aytgan dushi so'rib yuraveradi. Va avtini qarang, nima bu? Yo'qmi serios bu narsa? Oilani birlashtirib turadigan o'yin ekan haqiqatdan. Kichkina tuyulishi mumkin. Sovg'ani katta kichigi muhim emas. Asosiysi e'tibor. Hammalaringizga oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik bersin. Keyingi yilga nasib qilsin. Hammalaringizga hayit ayyom muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar.